Xolasa ishlarimizni boshlab olganmiz. 8-maktabdagi viza xizmatiga kelganmiz. Sho'rpulganlarda Spark mashinasi o'chib qolgan ekan. Akkumulyatorlar o'lib qolib shekilli, hozir vaqtda primercha qilib ishlarni bitirib beramiz. Asas Spark mashinamizda to'klan o'lchab ko'rib, akkumulyatorlar o'lib qolgan ekan. Akkumulyatorlarga primercha ulab tayyor qilib olganmiz. Yurgizib ko'ramiz. Mashina ertalab saharlikda qolib ketgan ekan, xudo xolasa zavat bo'ldi. Mashina yurmay qolishiga sabab akkumulyatorlari o'zidan aksiyani berib suv chiqarib olgan. O'shani hisobiga akkumulyator zaryad olmay qolgan. Hozir akkumulyatorga klemalarni yuvib, ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Xudo xolasa biz xizmatdamiz. Xudo xolasa mashinamizni yurgizib olganmiz. Yo'llarda akkumulyator klemalarini suv bilan yuvib tashladik. Yaxshilab boshqatdan qatirib, mashina yurgizib qizityapmiz. Akkumulyator zaryad olgandan keyin ko'chirib yurgizib tekshirib beramiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz.